usulni, ikkinchi usulni qaranglar. Approximation degan narsalar bor. Bu aslida o'zi nima deydi? Advanced usullar. Approximation. Lekin yodlab olsanglar juda ham oson chiqadi. Qaranglar. Approximation nima degani? Mana shu limitlar x ga 0 ga intilganda sinus x ni farqi yo'q, sinus ax deylik. Mana bu a son. Taqriban ax deb olib ketsanglar bo'ladi. 0 ga intilganda bu faqat. Cheksizga intilgan holatlarni ham ko'ramiz, lekin hozir 0 ga intilganini ko'raylik. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni mana bu sinus 3x ni taqriban 3x deb ketsam bo'ladi limitlarda. Hamma joyda emas, misol uchun tenglamalarda ham shunaqa yozib ketdi, faqat limitlarda. 0 ga intilganda 3x deb ketsam bo'ladi. Endi kosinusga ozgina murakkabroq, kosinus ax bo'lsin. Bu taqriban 1 minus 1 taqsim 2 a kvadrat x kvadratga teng. Esda qoladimi? Ya'ni kosinus x ni ham yozib ketaylik. Kosinus x nima bo'ladi shunda? Taqriban 1 minus x kvadrat taqsim 2. Ya'ni a1. Birni qo'yinglar, x kvadrat taqsim 2. Okay. Mana shu approximation deyiladi, ya'ni taqribiy hisoblash. Sinus x, kosinus x larni taqribiy qiymatlari. Shunchaki o'rniga qo'yib qo'ysam bo'ldi. Soddalashtirib qo'ysak chiqadi. Hosil olish shart emas. Qaranglar. Nega 1 minus x kvadrat taqsim 2 dedingiz? 1 minus x o'rni. Nima bo'ladi? Tushunmay qoldim. Yo, bu kosinus x ga nimaga 1 minus x kvadrat taqsim 2 o'rni? Ha, bo'ldi. Bu yerda x kvadrat bor-da, chunki bu x emas, bu x kvadrat. Buni qayerdan kelib chiqqan deb so'ramanglar, chunki buni isbotlash uchun universitet programmasini tugatgan bo'lishinglar kerak. Shunchaki yodlab olish. Aslida ham bu universitet programmasi, lekin testda juda tez chiqadi-da bu. Mana misollarni hozir qaranglar. Mana o'rniga qo'ysam bo'ldi. O'zi aslida bu usulni o'rgatmoqchi emas edim. Lekin tezroq bo'lgani uchun o'rgatyapman. Qaranglar. Shunchaki o'rniga qo'yib qo'ysam bo'ldi. 2x kub bu turadi. 1 minus kosinus x. Kosinus x nima bo'ldi? Mana kosinus x minus plus 1 taqsim x kvadrat taqsim 2. Sinus 3x bu nima? 3x. Okay, birlar qisqarib ketdi. Limit x0 2x kub 3x ko'paygan x kvadrat taqsim 2 3x kub taqsim 2 x kublar qisqarib ketadi. Nima qoldi? 2 taqsim 3 4 taqsim 3.